Sahrin diabeti borlarga bir zo'r giyoh topdim birodarlar, uy sharoitida. Momoqaymoq, ya'ni advanchingni sirlari ochildi. Agar sizda birinchi, ikkinchi tip sahri diabet bo'lsa, sahringiz baland bo'lsa, qoningiz quyuq bo'lsa, davleniya baland bo'lsa, mana 2026-yil 18-fevral birodarlar tog'da giyohlar terib yuribmiz. Bizda bahor mana tayyor bo'ldi. Momoqaymoq ildizi. Hamma bozorlardan topsangiz bo'ladi, muammo emas. Yaxshilab maydalaysiz, tomiri bilan bargini, bir osh qoshig'ini 500 gram qaynab turgan suvga solib 1 soat damlaysiz. Tayyor bo'lsa 250 gram ertalab, 250 gram kechqurun iste'mol qilsangiz, xudo xolasa, uy sharoitida sahringizni me'yor qilib beradigan xususiyatga ega. Даже insulin oladigan insonlarga ham yaxshi yordam beradi birodarlar. Psoriazi bor insonlarga uy sharoitida terini yangilatib beradigan xususiyatga ega. Jigarida muammosi bor, gepatiti borlarga ham yaxshi yordam beradi. Do'stlaringizga jo'natib qo'ying, uy sharoitida, xudo xolasa foydali bo'ladi.